Mana xudo xolasa 20 sotillik Tbilistamiz. Mana katta yo'limiz. Muhammad Aziz, katta yo'limiz mana. O'zingiz qilib bergan xudo xolasa. Hozir endi mana yaqdim. Hop. Mana filtr olib qo'yganmiz. Xudo xolasa tutashi yo'q. Endi yoqildi. Buni effekti xudo xolasa 10 gradus sovuqni ko'rdik. 10 gradus sovuqda termostatda mana termostatimiz mana tomonda 70 ga qo'yib yoqyapmiz. 70 ga qo'yib yoqqanda shu 10 gradus sovuq kunlari 15-16 gradus tushadi. Eng sovuq yeri 15 gradus tushadi Tbilistamiz ichi. Xudo xolasa effekti zo'r. Endi boshqa kunlari 550 kilo 600 kilo yaqyap turgan bo'lsak 450 kilo 400 kilo yaqyapmiz. Sovuq pastroq kunlari 1 gradus 2 gradus sovuqda. Ko'mirimiz mana belalma ko'mir. Adbor. Hozir Tbilistan ichini ham xudo xolasa ko'rsataman. Bugun 1 oy bo'ldi ekkanimizga. Bir ko'rasiz. Xudo xolasa gullab chiroyli bo'lib qoldi ko'chatlarimiz. Mana Muhammad Aziz. Siz qilib bergan katta yo'lni ichida dehqonchilik boshlaganmiz. Xudo xolasa bugun 1 oy bo'ldi mana. Shu ko'chatlarimiz ekilgan. Gullab xudo xolasa shanalarni ushab mana bu birinchi slit, bu ikkinchi slit. Xudo xolasa ko'chatlarimiz rivojlanishi yaxshi. Hozircha kamchiliklar yo'q. O'sishi zo'r xudo xolasa. Tbilisilar. Mana birinchi, ikkinchi slit. İkinci slit mana birinchi slit hosillari. Ushab qo'ygan xudo xolasa. Katta yo'l zo'r xudo xolasa. Kapalar isib shunchalik sovuqlarda olib chiqdi.